Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Xonix va bugungi videomizda sizlar bilan to'g'ri investitsiya qilishni o'rgataman. Ya'ni to'g'ri narsalarga. Ya'ni 1 yil ichida to'g'ri 5x ga gold ko'tarishni o'rgataman. Qani, bo'lmasam ketdik. Buning uchun biz sinfdagi rynokga kirib olamiz va ATRs Prey konteynerini tanlab olamiz. Bu razdelda, ya'ni bo'limda mana shu narsani ko'rib turishlar mumkin. Sizlarga hozir cho'zib o'tirmasdan maslahatlar berib ketaman. Birinchi beradigan maslahatim, bu eng zo'r maslahatlardan bittasi. Sizlarga investitsiya qilishga maslahat beradigan narsalarni sotib olish uchun kanalim shapkasiga o'tib, Telegram kanaliga o'tib, bemalol mana bundan ham, даже hozir skidkadan ham arzon narxlarda gold sotib olib, mana o'sha narx, o'sha goldga keyin investitsiya qilsangiz bo'ladi va bundan 2-3x ko'tarib, bemalol o'zingizga pichoqlar, har xil narsalar sotib olsangiz bo'ladi, problemasiz. Xo'sh, bo'lmasa maslahat beradigan narsam birinchi bo'lib, bu Ultimate ATRs Gift Case. Hozir bu 2400 ga turibdi, lekin prognozlar bo'yicha yil oxirigacha bu 5000-6000 golga chiqishi kerak. Chunki undan ham katta chiqishi mumkin. Endi u yilda o'tib. Chunki hozir bitta narsani ko'rsataman sizlarga. Ko'rasizlarmi? Necha pul? 100 ming ikkita. Qolgani 300 mingdan boshlanadi. 10 mingda bittasi. Bittasi 10 ming. Qolganlarini ko'rasizlarmi? 300 ming. 440 ming. Bu 99.900 ekan. Ya'ni 10 ming emas, 100 ming ekan. Ko'rasizlarmi? 100 ming bitta gift box. Endi sizlar bunga qaranglar. Buni ham narxi shunaqa oshadi. Buni narxi 5 ming, 10 mingga, 20 minglarga chiqib ketadi. Bu narxi buniki bilan bir xil yuradi. Nega deganda, bu o'rtachaligida emas. Bu balandlarida ham unaqa baland bo'lsa ham, lekin bu baribir bir xil yuradi. Chunki buni Nimajorniy degan YouTuber 3 million galdagi, 3 million tasir qolsam 3 million galdagi sotib oladi. Ya'ni hozir 6800 ta bo'lsa, 2000 ta qoladi bozorda. Bu degani 2000 ta o'sha boshidagilarni sotib oladi, 2000 ta oxiri, ya'ni 4000, 5000 galdan boshlanib bu narxi boshlanadi. O'zi ham sotadi. Agar sizlar sotib olsangiz, sizlar ham sotasizlar. 350 galda. Olinglar do'stlar, olinglar, juda kopeyka narxlar 350 galda. Ertaga bu 5000 galda bo'lganda, "Vo" demanglar. Nega bu 5000, bu ham 5000 degan. Chunki men sizlarga maslahat beraman. Agar hozir 2000 galda olib, mashindan hozir 350 bo'lsa, 4 ta 5 ta olib qo'yib, maqol bor bitta, hamma tuxumlarni bitta savatga soladi. Bundan 2 ta, bundan 5 ta, bundan 2 ta olib qo'ysanglar, sizlar hech qanday kam bo'lib qolmaydi. Hammasini olishga maslahat beraman. Ayniqsa buni juda katta va bulan sotib olsanglar, masalan, bulan sotsanglar, mana buni sotib olsanglar, bu 10 ming ta. Bu ertaga 0 ga olib chiqsa ham, mana ikkitasini plyusga ko'taradi. Yoki xuddi shu holat bu sizlarni 0 ga olib chiqsa ham, bu ikkitasini qutqarib qola oladi. Har doim yo'li bor. Xo'sh do'stlar, keyingi maslahat beradigan narsam bu Prey Weapon Case bilan sticker pack. Mashikda 1, 2, 3 ta bo'ldi. Qolganlari juda sekin oshadi. 1, 2, 3, 4 mashina juda sekin o'sadi. O'shaning uchun men buni o'chirib qo'ying. Bo'lmasa hozir so'pshindi. Juda ko'p kelyapti bo'ldi. Xo'sh. Mana mashi skillni umuman oshmaydi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta skillni maslahat beraman sizlarga. Chunki mana weapon box ko'ringlar. 12 galda. 12 galda, Karl. Bu men bu yaqinda chiqqan Battle Pass. O'tgan Battle Pass. Biram bundan oldingi. Orada 2-3 yil o'tmagan. 2 oy o'tgan. 26 galda. 12 galda. Bu nima dot? Agar buni sotib olsanglar, 2x dan ko'p plyusga chiqasizlar degan. Prosta. Shuning uchun bu ham 59 ta, 59 mingda. Agar hammamiz birlashib buni sotib oladigan bo'lsak, bu bozorda 20 ming ta qoladi. Ana o'sha narxi juda oshib ketadi. 30-40 ta bo'lib ketadi, 30-40 gold bo'lib ketadi. Bu degani 30-40 gold degani 3x degani. 3x 3 karra ko'paytiryapsizlar pulinglarni. Charm pack umuman maslahat beraman, sticker pack 7 galda. Endi o'tgan Battle Pass 12 galda.
nima deyapti? Agar buni ham oladigan bo'lsanglar 91 mingta, shuni 50 mingtaga tushirsanglar, bu degan narxi bemalol 15 galdadan boshlab 15 galdadan baland bo'ladi, bu degani 2x. Juda katta foyda qilasizlar. Mana shu skillni olsang. Agar mana shu skilllarga gold yetmayotgan bo'lsa, bemalol YouTube kanalim shapkasiga o'tib, Telegram kanalda gold sotib olishinglar mumkin. Mana shu investitsiya qiladigan narsalar mana shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar. Hammaga rahmat, hammaga xayr.